Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Sizlar bilan yana efir ortida ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Sizlar uchun bizada O'zbekistonda eng chempion bo'lib kelayotgan va biza buni seleksiyalarini ko'rib, o'tgan yili buni issiq ob-havo sharoitlarida, sho'rlanishi yuqori bo'lgan yerlarda va nima deydi, eng holati og'ir joylarda, qir joylarda ham sinab ko'rdik. Bu gibridimiz yangi chiqqan gibridlardan barglari keng bargli, determinant oilasiga mansub, bo'yi 60-70 cm bo'ladi. Eng uzoq cho'ziladigani 90 cm gacha bo'yi cho'ziladi va poya juda ham baquvvat, juda ham qalin, kista hosillari juda ham zo'r ushiydi va uzganingizda kiprigi bilan uziladi pomidorlarimiz va rangi juda ham nima deydi, eng noyob ranglardan desak bo'ladi, qon qizil rangda, bozorgirligi juda ham zo'r va ichida hech qanaqa o'zak bo'lmaydi pomidorimizni. Juda ham ko'p kasalliklarga emlangan. Bu pomidorda faqat bitta narsaga ehtiyot bo'lib o'tasizlar. Hozir bizda O'zbekistonda juda ko'p holatda shunaqa holatlar bo'lyaptiki, har bir navlarni, gibridlarni yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'lgandan keyin uni qalbakilashtirishga harakat qilishyapti. O'shaning uchun biza aytib o'tganimizdek, bizani raqamlarimiz bor, internetlarda ham o'zimizning raqamlarimiz bor. O'sha raqamlarga murojaat qilib chiqib, qiziqadigan bo'lsanglar, pastki raqamlarda hamma sizlarga ma'lumotlarni berishadi va bizani urug'larni qalbaki kelmasligini qatlan olishinglarni sizlarga taklif qilishadi. Bizada respublika bo'yicha oblastlarimizda ham distribyutorlarimiz bor. Bizani xodimlarimizga chiqsanglar, xodimlarimiz sizlarga aniq ma'lumotni berib, qatdan olishinglar bo'yicha ma'lumot berishadi. Endi buni hozircha yutug'i mana ochganinglarda pochkani ichida mana zarra ichida genoma deb yozilgan. Urug'i o'zini mana to'kib ko'radigan bo'lsak, kalibrovka bir tekisda, mana urug' kalibrovkasi bir tekisda, juda ham go'zal tarzda bo'lgan urug'. Inshaalloh bu nima deydi, bu yilgi maksi bo'yicha biz juda ham keng tarzda video syomka qilamiz, dehqonlar bilan ishlaymiz, fermerlar bilan ishlab turib, bu narsa bo'yicha sizlarga yana ham aniqroq yoritib beramiz bu ma'lumotlarni. Bitta narsani aytib o'taman, aniq aytib o'ta olaman, O'zbekistonni ichidagi hozirgi eng yuqori, eng oxirgi gibridlarni seleksiyalarining ichida bir nechta gibridlarimiz bor. Buni bitta maksiga qadalmaydi, qolgan gibridlarimiz ham bor. O'shaning uchun bizani savdo markazlarimizga kelinglar, bizani mutaxassislar bilan o'tirsanglar, mutaxassislarimiz sizlarga aniq ma'lumotni berishadi har bir gibrid bo'yicha va regioningizga qarab turib sizlarga gibrid tanlab berishadi. Nima deydi? Biz shunaqa darajada harakat qilyapmizki, sizlar uchun harakat qilyapmiz. Har bitta viloyatimizning ob-havosini o'rganib, yerini o'rganib chiqqan holatda gibrid bo'yicha biz chet elga borib turib o'shani izlanyapmiz. Bizda mana bunaqa ob-havo, mana bunaqa suvda sharoitimiz, yerimizda mana bunaqa holat degan holatda o'sha yoqdan moslab turib gibrid olamiz. O'shaning uchun bizda respublika bo'yicha hamma zonalarga tushadigan gibridlarimiz bor. Faqat bizga aniq zonani aytinglar, suvda qanaqa holatinglarni aytinglar va yeringlarning holatini imkon bo'lsa bir rasmga olib kelasizlarmi, yo videoga olib kelasizlarmi, yeringlarni bir mana shunaqa holatda olib kelsanglar, bizlar mutaxassislarimiz sizlarga o'shanga moslab turib gibrid tanlab berishadi. O'shanda biz nima deb aytib o'tamiz? Biz dehqonlar bilan, chorvadorlar bilan biz hamnafas bo'lib ishlashimiz kerak. Agar ikkalamiz birgalikda hamnafas bo'lsak, inshaalloh juda ham zo'r natijalarga erishamiz va nima deydi, biz ham baraka topamiz, bizdan olgan dehqonlarimiz ham baraka topishadi. Shuning uchun kelinglar, maslahatlashinglar, sizlarga biz maslahatlarimizni ayamaymiz. Kerak bo'lsa sizlarga har bitta gibridlar bo'yicha agrotexniklarini beramiz, ishlovlarini beramiz. O'sha ishlovlar bo'yicha ishlasanglar, inshaalloh zo'r natijaga erishasizlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Genetik Seeds Greenland sizlar uchun izlanishda va yangiliklar kirishda charchamaydi. Sizlar uchun hamisha harakatdamiz. Rahmat.